masxaralaydi. Nechinchi sinfda o'qiyman dedingiz, Muso? 3-sinfda. 3-sinfda o'qiysiz. Necha yoshdasiz? 10 yoshdaman. Futbolga YouTube'dan. Maktabda sizni bolalar masxara qiladimi? Ha. Masxaralaydi. Duduq deyishadi. Duduq deyishadi? Menga qarang Muso. Mayli, ular sizni duduq qilsa ham siz duduq bo'lib qolmaysiz-ku. Siz shuni yengib chiqishingiz kerak. Ular sizni ustingizdan kulgani uchun ham bugun uni yengishingiz kerak, Muso. Xo'pmi? Xo'p. Va nihoyat, qandaysiz endi, Muso? Yaxshiman, ustoz. Qani endi, Muso, bizga o'zingizni tanishtirib berasiz. Men Muxtorov Musaxon, Murodjon o'g'li. Men 2015-yilda 20-martda Farg'onada tug'ilganman. Farg'onani qayeridan keldingiz? Men Farg'onani Qo'qondan keldim. Yaxshi. Necha yildan beri mana shu muammo bilan kurashib kelasiz, Muso? Bizga shu haqida gapirib bering. 4 va 6 yoshligimda rasayam yomon gapirasdim. Hozir esa zo'r gapirib ketdim. Muso, biz sizni natijangizdan juda ham xursandmiz. To'g'risi, bir kunning o'zida sizdagi holatni bu holatga o'tkazishni, ya'ni nutqingizni shunchalik natijaga olib chiqishni o'zi juda katta kuch, katta sabr, katta mehnat talab qiladi. Va biz bu mehnatni qila oldik. Ya'ni biz buni uddalay oldik.